Vay, manaq mı yumuşaqnın bolamday. Mən bu mənə tıqqanlar. Omaq balalarına öydülük pəsirəsəm tıqqanlarım 550 gram süt, 100 gram ağ şeker, 2 ta tuxumni chiqib erigicha eleştirib olamiz. Andi 10 gram xamir turishsab eritib olgandagi 5 gram tuz, 1 kilo alnuriniki yeşil ölçümdeki aşxanununu qoyub boşara xamir jug'urib olamiz. Mənli ishqi ketmay tıqqanlar özürlən bir hərəkət kiyib yüreklerini, güllərini, yıldız belgelerini bir qoysalar çiçimi seni tıqqanlarım. Andi qoymaydı 40 gram nesep zirk qalmasa taz ishlaymiz jimot. Az şeyler qoysa bolga o'xshamaydi. Eki bunu 2 has köpküçü boldurmiz tıqqanlar ko'raytamlar. Rus xamir vakiti mana. İçideki yerlerini chiqaraverib eki xamirga ishlasak bo'ldi. Qumul Shahrazod Pichin Pranik tortxonasi izchil Elnur yeşil ölçümdeki aşxon onlarımızda ishlataydi tıqqanlar. Har xil marakalarga yoki oilalarda yeydiganga yeşil ölçümdeki sağlam, güzel, yeyishlik bas muvofiq tort pishiriqlarni istaydigan qumulliqlarim hammalarga notunishimga uzun yillik tarixi ega izchil yangilik ham ta'mlik tayyor yemekliklarni xalqimizga sunib hammamizga ehtiyojli chiqib ketgan Shahrazod tortxonasiga o'ttilib boraydi. Jimi do'kondarlar do'konini bo'lsamoqchi bo'lsak 138 99 35 77 55 degan nomer bilan aloqalashsak bo'ldi. Ammo men buniki bo'ldigan yerga keldik-chimi tıqqanlar filmda ko'rsatilgandek zugul qilib olgandiki buni ko'ptirmiz. Do'konlarda ko'pirish sandiq olsab ko'pirdi tıqqanlar biz qo'shangni asti ustini 35 gradusga tangshab o'ri chiqib amda ko'pish uchun bir sayniga suv qo'yamiz. 2 has ko'pkichan 45 minut ko'ptiramiz tıqqanlar. Andi tuxum serig'ini yeni surkab 180 gradusda 18 minut qizdirsaqla mashtaq o'xshagan bo'lib tayyor bo'ldi xonimlar. Tunaga bugunda 4 film yo'llabdim tıqqanlar etim her qolmasligi uchun yuraklarni ayamay bir qo'ysalar seni tıqqanlarim.